Assalomu alaykum aziz kuzatuvchim. Salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Xayrli oqshom bo'lsin. Har doimgidek kimdir kechqurun, kimdir kunduzi ko'radi bu kadrda. Sizlarga bu pul ishlash uchun, reklama uchun men olmayapman. PR uchun ham olganim yo'q. Foydali narsalarni o'zim ichganimdan keyin O'zbekiston sharoitida sizlarga tavsiya qilishni anaqa maqsad qilib qo'ydimda, o'zim foydalanganimdan keyin, ta'sirini bilganimdan keyin aytyapman, xolos demoqchiman. Mana tetratsiklin anaqa tabletkamiz bo'lardi. Eski anaqa shisha idishda bo'lardi oldin. Qizil shisha idishlarda Rossiyadan kelardi. Biz Rossiya davrida katta bo'lganmiz-ku. 19-asrda yarmida tug'ilganmiz demoqchiman. Shuning uchun buni shisha idishlarda ko'rardi. Endi hozir mana unaqa qattiq anaqa nima deydi? Nimamiz bor, folga qog'ozlarimizda. Uni doktorlar tili bilan o'zlari yaxshi biladi-yu. Shunaqa nimalarda demoqchiman, idishlarda ekan hozir. Shuni foydasini aytmoqchiman sizlarga. Oldin ham shunaqa ichilganda, birov hali prostata shamollashlari, anaqa bezlari shamollashlari bo'lmagan, jinski shamollashlari ham ayollarning kasalliklari kam bo'lgan. Ko'proq shuni yozgan demoqchiman doktorlar. Shundan hali bir-biridan eshitib ham onagan, birov oldin unaqa kasal ham bo'lmagan ham asli o'ylasam. Yomon kasallar ham yo'q edi demoqchiman. Sizlarga shu tavsiya qilib, shuni o'zim ichganimdan keyin mana ikkitadan 2 mahal ichyapmiz, ertalab kechqurun xo'jayin bilan. Xo'jayin aytib qoldi, ko'proq hali mendan ham ko'ra anaqa tarix ham, siyosatni ham mendan ko'ra yaxshi biladi. Alloh ilmiga, sog'lig'iga, Alloh umriga, rizqiga baraka bersin Allohim, xo'jayinimda ham demoqchiman. Shuni aytgandan keyin men ham ichyapman, ikkalamiz birga ichyapmiz. Mana qo'llanishlarini ham o'qidim. Ishqilib sizlarga ham foydaliligi uchun aytyapman-da bu nima dorini. Ikkitadan 2 mahal ichyapmiz. 12 soat oralig'ida demoqchiman. Ana hozir o'qib olsalaring ham bo'ladi. Shuni anaqa qilib turib, mana ataylab anaqasini nima kadrni yaqinroq qilib olyapman qo'llanilishiga. Mana tetratsiklinda nimasi, mana o'zbekcha anaqasi ham bor ekan. Orqa tomonidagi mana nimasi ruscha talqindagi. Bu penzadan rossiyskiysda baribir yaxshi demoqchiman. Ishonchliroq. Undan ham oldin olib keldi. Bir parcha ichdik, pushtiroq ekan, hayron bo'ldim. Mana tetratsiklinda nimasi yozgan anaqasi tasdiqlaganlar, O'zbekiston anaqasi farmakologiya markazi tasdiqlayapti. Nariyoq tomondagi o'sha ruschadagisi. Orqa tomoni demoqchiman, qog'oz orqa tomoni. Shuni ichib ko'ringlar, mana juda ham ko'p kasallarga anaqa ekan. Shifo baxsh ekan demoqchiman. Tarkibida qanaqa kasallar deyapti hozir? Tetratsiklin sezgir mikroorganizmlar chaqirgan infeksion yallig'lanish kasalliklari deyapti. Nafas yo'llaridagi ham ekan infeksiyalar, pnevmoniyalarga ham ekan, yana hozir kelgan, yana nafas yo'li chaqirgan nafas yo'llarining infeksiyalari, siydik jinsiy a'zolarni bakterial infeksiyalar deyapti. Teri va yumshoq to'qimalarning infeksiyalari, yarali nekrotik nima deyapti, haligi yiringli demoqchida, konyuktivdik deyapti, husnbuzar toshmasi deyapti. Yana qanaqadir bir narsalar hozir ikkita-ikkitaman. Ichak ambiyazi, kuydirgi, brutselez deyapti, bartonelez deyapti, shankirayt, vabo, xloramidoz deyapti, yana qanaqa asoratlanmagan gangrena deyapti, chor granulemasi deyapti, venerik limfa shunaqa granulemasimi deyapti, yana listarioz, o'lat deyapti, psitatiyoz deyapti, vezikulyar o'qib olasizlar. Qoyali tog'lar dog'li toshmasi, bezgagi deyapti, toshmali terima, qaytuvchi terilama, toshmali terilama, qaytuvchi terilama, sifiliks deyapti, sifiliks, traxoma, tularemiya deyapti, frambeziya deyapti, botulizm, qo'qshoq, gazli gangrena, ovqat taksion infeksiyasi deyapti, ko'kyo'tal, dizenteriya, vibrosual deyapti, Lyme kasalligi, ishqilib ko'p kasalga mana dori demoqchiman. Oldin birov kasal bo'lmagan, nima? Aziz kuzatuvchi, shunaqa ichilgan ekan deb o'ylasam. Hozir shuni yaxshilik uchunmi, hozir men nafas yo'llarim, bu yerdalar ham nima bo'lib qoldi. Sizlarga yaxshilik anaqasi bir reklama bas. Men reklamaga hech narsa olganim yo'q hali, xudo xolasa. Unaqa olmoqchi ham emasman.
Hozircha reklama uchun emas, bu sizlarga bir yaxshilik tariqasida foydali maslahatlarni beryapman. Undan oldin mana pushti idishdagisini qog'ozi unaqa edi. O'zbekcha anaqa edi. O'zbekcha talqinda ekan, bilmayman, u arzonroq ekan. Bu ham hozir bittasini 12 mingga, bittasini 10 mingga oldim. Ichida 20 dona ekan. Shuni haligi oldin ishqilib bunaqa nima prostatit bezi shamollash, bunaqa miyoma kissa degan narsalar bo'lmaganda, shunga hozir olib ichinglar degan maqsadda sizlar ham olib turib mana foydalanib ko'ringlar demoqchiman. Ancha jenskiy shamollashlar ham foydali ekan. Ayollar mana siydik yo'li shamollashlar bor-ku, shularga ham rosa foydali ekan. Oldin bunaqa kasal bo'lmaganda, shunaqa dorilar yozilgan, unaqa reklamadagi bir narsadagi dorilar oldin yozilmagan. Bir oldin pul ishlash maqsadi bo'lmagan doktorlarning maqsadi, baraka topsin. Doktorlarimiz ham hozir endi ko'proq hali shartnoma bilan pul ishlashyapti. Bu tirikchilik uchun hamma nima qilsa qilyapti. Mayli, ular ham sog' bo'lsin.